Wegmans, Finds hosila bilan produktlarga raspakovka bo'ladi. Meni eng yaxshi ko'rgan produktoviy do'konimdan. Birinchi o'rinda Wegmans sushisini yeganmisizlar? Yemagan bo'lsanglar, srochniy yuguringlar. Wegmans sushisi bir xil restoranlarning Amerikadagi sushisidan yaxshiroq qizlar. $36 mana shuncha sushi olasizlar. Baby girl, agar sen Wegmans carrot cake'ini yemagan bo'lsang, nima qilib yuribsan bu dunyoda? Carrot cake, именно Wegmans'kini yeb ko'ringlar. Вообще qizlar, bunaqasini не то что Amerikada, O'zbekistondan bu pirojnilarni topa olmaysizlar. Hamma narsa mamma icingida, ya'ni krem chizdan qanaqadir krem qilgan, это просто взрыв башки. Так, sut bizada. Mana qaranglar. Короче, sotgani ham jo'natmoqchi edim. Qarasam $12 ekan. Chipsi себестоимость $12. Офигеть. Ko'ramiz $12. 595 gram ekan. Aman na minutочку. Kargoni kilosiga $12 to'layman. Ya'ni yarmi bo'lsa, demak $6 bo'ldimi kargo? $12 ga $6, $18. Chipsini o'zini narxi $18 bo'lardi, qizlar. O'zbekistonga yetib borgandan keyin bilmayman. Xullas, короче. Ichida har xil qanaqadir PPshniy mamta hamma kerak emas narsalar yo'q. Ну, короче, biz har doimgidek marketingga pul to'laymiz. Endi chipsi yeganga yarasha normalnisini yedimda. Keyingilari baza, banani, tuxum, haligi sushiga yana дополнительно imbir, men imbir rosa ko'p yeyman. Terkadan chiqazilgan sir. Oldin katta-kattasini ko'skadan olardim, hozir bizda achib qolyapti, yeya olmayapmiz. Rukula, bundan ertaga salat qilaman. Slide sir, ani kesilgani, biza erinchoqlar oilasimiz. Gilos, buni qaranglar kattaligini. Тоже kesilgan qo'ziqorin salatga. Buldak, opanglar buldakni jinnisi. Men buldakni juda sevaman. Bozorligimiz necha pul bo'pti? $110lik narsa bo'pti bu yerda.